Liftlarimiz ham zamonaviy qo'yilgan ekan, sensorli. Podyezdlarimiz ham tosh terilgan ekan, mana nimalari yaxshi ekan. Mana kirish eshigimiz. Eshigimiz akkuratniy graminoviy eshigi qo'yilgan ekan. Mana bu xurujchi tomonidan qo'yilgan eshik, mana solishtirish. Bismillahirrohmanirrohim. Mana eshiklarimiz akkuratniy. Bismillahirrohmanirrohim. Aslida kvartira birinchilar, kvartirani o'zi muzika qilib obzor qilaysiz. Bu uyni o'zim obzor qilaman. Uyimiz 112 kvadrat, yevro remont qilingan, egalari o'zi uchun taxlagan. Obzorni boshlaymiz. Mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz ham kattagina. Remontlari ham did bilan qilingan. Spalnya o'zi ham 50 kvadratli spalnya. Dizaynerlar ham akkuratni ishlagan ekanda, avtorskiga ishlagan ekan. Koridorimiz ham kattagina. Bu mana aka hovlimiz. O'tirib, televizor ko'rib. Bismillah. Mana koridorgacha aristollar o'rnatib ketilgan ekan. Keyin oshxonamiz. Oshxonamizda ko'rib turgan narsalar hammasi qoladi. Mebellari ham hammasi sifatli mebellar qo'yilgan aka. Ana endi esa ikkinchi etajdan boshlaymiz. Rahim. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek, uyimiz dubleks uy. Bu ikkinchi etaji. Kattagina xona bo'lib, xonalar bo'lib tayyorlasa ham bo'ladi. Uyimiz polni istiqbol qilingan. Konsertlar qo'ysa, yaxlatib tayyorlaydi. Совместный санузел. Wi-Fi o'rnatilgan ekan, 5G, kullerga podsvet qo'yilgan ekan. Ko'rib turgan mebellarimiz hammasi qoladi. Adresga kelayotgan bo'lsak, markan qatori, Arinter davrda tepadagi xonadonimiz. Narxini kelishilgan holda egalar Toshkentga savdo qilib bemalol olsalar bo'ladi. Egalar nomerini talab etamiz. Real nolatga real narx beradilar, pastdagi nomerga bemalol ittifoq bo'ladi.